Assalomu alaykum. Bu video O'zbekiston milliy terma jamoasiga bag'ishlanadi. Murabbiyning maoshi, murabbiylar shtabida kimlar bo'ladi, kapatsiya bo'ladi, misol uchun oldindan. Va agent kim, uni oladigan maoshi, yordamchilarda qanaqa bo'ladi, oldin qanaqa olib kelgan Osiyoda maoshlar qanaqa. Keyin terma jamoadan ketgan Sherzod Egamberdiyev o'zi kim, u nimaga terma jamoa to'g'risida endi orqadan qotgan bo'qqa kavla otdi. Shular haqida video bo'ladi. Bilasizlar, hozir chiqdi Fabio Cannavaroni O'zbekiston milliy terma jamoasida 1 yilga 4 million yevro maosh olishi, bu so'mda 56 milliard so'mni tashkil etadi. Oyiga 4 milliard, kuniga 157 millionni tashkil qiladi. Va shunaqa yuqori maoshli murabbiymi bu desanglar, Osiyoda qimmat yuqori maosh olishadi, Yevropada unchalik yuqori maosh berishmaydi bu toifadagi murabbiylarga, chunki Fabio Cannavaro Yevropada o'z so'ziga ega bo'lmagan murabbiy hisoblanadi. Chunki Beneventoda 1.1 million yevro maosh olgan yiliga. Yevroda hisoblaydigan bo'lsak 1 million bo'ladi. Dollarda 1 million 100 ming dollar bo'ladi o'sha paytda. Dinamo Zagrebda 1,5 million dollar yillik maosh olgan. Olmagan, shunaqa dogovor qilingan, lekin hech qayerda 1 yil ishlamagan u. Yevropada hech qayerda 1 yil ishlamagan. Guangzhou Evergrande 5-6 million yevro olgan ekan. Tianjinda 4 million yevro olgan ekan. Al Nassrda 2,5-3 million yevro olgan ekan. Keyin O'zbekistonda 4 million oladigan bo'ldi. Savol tug'iladi, boshqa murabbiylar qancha oladi degan. Ularga qiziqib ko'rdim. Saudiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar hamda Xitoy murabbiylari 4-10 million yevrodan yuqori olishar ekan. Ayniqsa hozir sanab o'tgan davlatlarimdagi katta murabbiylar 10 million, 20 millionlab olishar ekan. Shunday ekan, Osiyoning katta maoshli murabbiylari bilan taqqoslab bo'lmaydi bu murabbiyni. Ularni fonida bu 4 million kamdek ko'rinadi, lekin boshqa normalniy murabbiylar bilan solishtirsangiz, unga berilishi aytilgan 4 million yevro ko'p. Chunki muqaddam Carlos Queiroz bilan ham muzokaralar olib borilganida, Carlos Queiroz o'ziga 2 million yevro so'ragan. O'zbekiston bunga rozi bo'lgan, lekin yordamchilari uchun 1 million yevrodan so'ragan uchun kelisha olishmagan shu joyida. Yordamchilar ko'p bo'ladi va har biriga 1 million yevrodan nexuya себе deganda O'zbekiston. Hozir men aytadigan bo'lsam, Dinamo Zagrebda Fabio Cannavaroning yordamchilari 500 ming yevro olishgan ekan, umumiy 500 ming, va u O'zbekistonga kelayotgan inobatga oladigan bo'lsak, yordamchilari 1 yoki 2 million yevro oladi umumiy. Lekin Carlos Queiroz qayerda-yu, Fabio Cannavaro qayerda? O'zini so'zini murabbiylikda ayta olish jihatidan aytyapman. Ummonni yaxshi olib boryapti, o'zingizlar ko'ryapsizlar Carlos Queirozni. Kolumbiyani ham boshqardi. Ironni Osiyoda nomer 1 qilgan Carlos Queiroz bo'ladi. Yana shuni aytish kerakki, Fabio Cannavaroning murabbiylar shtabida Temur Kapadze bo'ladi. Fabio Cannavaroning yordamchi murabbiylari Ciccio Traisi, hamda Albarella bo'ladi. Keyin Kapadze ham qo'shiladi. Agenti Enrico Fedeli bo'ladi. Aytishinglar mumkin, murabbiylarga agent nima kerak desanglar, o'zi bunaqa demasanglar ham kerak. Shu shartnomalar imzolaydi. Shartnomalar imzolab bo'lingandan keyin bonus pullarini, mukofot pullarini, marketing pullarini dogovor qilib oladi, kelishib oladi. Chunki Fabio Cannavaroning orqasidan O'zbekiston yaxshigina hype ishlaydi, ochko ishlaydi, nom qozonadi, qatlardadir
Kannavaroni O'zbekiston milliy terma jamoasi libosidagi futbolkasi sotilib qolar yoki O'zbekiston milliy terma jamoasini reklama qilish uchun qaysidir bannerlarga chiqib berar. O'shalarni agenti Fedeli dogovor qilib oladi. Mana shu 4 million haqida gap ketyapti-yu. Bilasizlarmi nimaga bizda Yevropalik murabbiyga oshiqishyapti? O'zimman murabbiylarning orqasidan, nafaqat murabbiylarning orqasidan, futbolchi transferlarining orqasidan ham ba'zi anaqalar soqqa ishlaydi. Klub odamlari, terma jamoanikilar misol uchun dogovor qiladi, borib misol uchun yaqinda ham bo'ldi-da, Paxtakor yozgi emas, qishki transferlar orasida Portugaliyaliklarni olib kelishidan oldin yozgi transferlar to'g'ri kelyaptimi? Bitta bolaga shu nimadir mana shunaqa vaziyat bo'lib qoldi. Qarochi Paxtakorda bitta bolani tayyor olib kelishyapti-da, keyin ikkinchi tarafi undan ham ko'proq summa aytib qo'ydi-da. Paxtakor o'zidan 2 xil taklif chiqib qoldi. Keyin u bola ketib qoldi. Bu yerda ko'tlikni ko'ti ochilib qolganda, qarochi. Aytish mumkin, mana misol uchun Fabio Cannavaro 4 million yevroga O'zbekistonga kelyapti deyiladi-ku. O'sha dogovor qilib oladiganlar xalqaro bo'limda ishlaydiganlar, UFAning xalqaro bo'limida ishlaydiganlar yoki kimlar bilmayman, til biriktirib misol uchun aytayapman, bo'lishi mumkin deb, chunki bo'ladi-da futbolda. Cannavaroning o'zi bilan agenti orqali kelishadi. Misol uchun shartnomaga 4 million yozamiz, sen 3 million olasan yoki 3,5 million olasan, oyligingni ko'tarib beramiz debdi. Bo'lishi mumkin bu narsa. Keyin xalqaro bo'limda ishlaydigan, xalqaro aloqalar bo'yicha ishlaydigan Sherzod Egamberdiyev klubdan milliy terma jamoadan ketishi, terma jamoani yomonlab orqadan men bunaqa ko'tliklarga chidolmayman deb yozgan gaplari odamni o'ylantirib qo'yadi bunaqa paytda, chunki u xalqaro bo'limda ishlaydi-da. Xalqaro bo'lim o'sha shartnomalar imzolaydi. O'rtoqlik o'yinlari, misol uchun O'zbekiston Dubayga borib trenirovka qilib kelishi mumkin, qaysidir stadionda, mehmonxonalarda o'shalarni xalqaro bo'lim gaplashadi. Qaysidir terma jamoalar bilan, ammo Urugvaylar bilan o'rtoqlik qilamiz, o'shalar xalqaro bo'lim gaplashadi. Ehtimol murabbiyni ham xalqaro bo'lim gaplashar. Xullas, o'sha xalqaro bo'limda qanaqadir fitnani isini sezib qolgan, bu unga ma'qul kelmaganki, terma jamoani tashlab ketgan bu. Yoki u yoqda nimadir degan bo'lsa, buni orqasiga tepib yuborishgan. Sherzod Egamberdiyev o'zinglar ham yaxshi tanisinglar kerak. Kalbosh soqol qo'yib olgan oka, balki boshqalar uchun u muqaddam jurnalistlarni qishloqi deb atagani uchun ommalashib ketgandi uni kimligi, balki o'shandan uni taniydiganlar ham bo'lishi mumkin. Xullas, milliy terma jamoaga oid shunaqa gaplar. Osiyoda ishlayotgan katta murabbiylar fonida Fabio Cannavaroga berilayotgan 4 million yevro ko'p emas, lekin undan kam maoshga ishlayotgan zo'r murabbiylar borligi bor. Jonsizlar, shunaqa gaplar xayr sog' bo'linglar.